Bir podshoh bir donishmandni oldiga chaqirib, unga aytibdi: "Ey shayxul olam, mening yakka-yagona o'g'lim bor. Unga o'zingizdagi bor ilmlarni o'rgating. Sizdan juda iltimos qilib so'rayman." Shunda donishmand uning kichkina o'g'liga yaxshilab nazar solibdi-da: "Mayli-ku, podshohim, amringiz bosh ustiga, lekin o'g'lingizda farosat ko'rinmayapti", debdi. Bundan achchig'i kelgan podshoh: "Siz o'zingizda bor ilmni bering, qolganiga ishingiz bo'lmasin, farosatni ham olaveradi", debdi. Donishmand "Xo'p biladi" deb podshohning o'g'lini o'z uyiga olib boribdi. 10-15 yil davomida o'zi bilgan barcha ilmlarni o'rgatibdi. O'zi biladigan barcha fanlarning sir asrorlaridan uni ogoh qilibdi. Va nihoyat tahsili o'z nihoyasiga yetgach, donishmand shahzodani saroyga olib kelib podshohga topshiribdi va "Mana, podshoh olam, sizning aytgan ishlaringiz to'la-to'kis ado etildi. O'zimdagi barcha ilmlarni, barcha fanlarning sir va asrorlarini o'g'lingizga o'rgatdim", debdi. Shunda xursand bo'lgan podshoh barcha ayonlarini, olim va fuzalolarni chaqirib, o'g'lini, ya'ni shahzodani sinovdan o'tkazmoqchi bo'libdi. Barcha olimlar o'z fanlari, o'z sohalari bo'yicha bittadan savol beribdilar va shahzoda ne ajabki barcha savollarga to'liq va to'g'ri javob beribdi. Hamma hayajonda. Podshoh taajjublanib donishmandga aytibdi: "Ey ustoz, siz bu o'g'limni sizga topshirgan paytimda hammasi yaxshi-ku-ya, lekin farosati yo'q degan edingiz. Mana ko'rib o'tiribsiz, hamma fanlarni o'zlashtiribdi-ku", debdi. Shunda donishmand izn so'rab, qo'lini yopgan holatda shahzodaga tutibdi va "Qo'limdagi nima narsa?" deb so'rabdi. Shahzoda qo'li bilan ustozining qo'li ustini paypaslab turib, atrofi o'ralgan, o'rtasi kovak narsa debdi. Shunda donishmand "Holatini to'g'ri angladingiz, lekin narsaning o'zi nima?" deb so'raganida shahzoda o'ylab turib "Bu tegirmon toshi", debdi. Shunda ustoz qo'lini ochibdi-da, qo'ldagi uzuk ekanligini ko'rsatibdi. Darhaqiqat tegirmon toshi ham, uzuk ham atrofi o'roqliq, lekin o'rtasi teshik narsa. Bundan hammaning tarozi qo'ltig'idan tushibdi va podshoh haqiqatda o'g'lining ilmni olgan bo'lsa-da, farosati joyida emasligiga ishonch hosil qilibdi. Demak, qissadan hissa shuki, ilm olish boshqa narsa, farosatli bo'lish boshqa narsa. Albatta, ilm juda yuksak maqom, lekin shu bilan birgalikda insonda farosat degan narsa bo'lsa, bu uzukka qo'yilgan ko'zdek bo'ladi. Qolgan izohlaringizni o'zlaringizdan kutamiz. Xayr, salomat bo'linglar.